Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, qadrli yurtdoshlar, Musa burada yurgan aka-uka, opa-singillar, sog'lom yursizlarmi? Bugungi video yana sizlar uchun ish temasida bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan sirazi birdana like bosib, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Foydali ishlarni chiqarishni davom qilamiz. Bugungi videomiz ham ish haqida bo'ladi. Diqqat bilan o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Moskvada ish bor do'stlar, stroykada. Bu ish частный firma emas yoki bir o'rtada posrednik bor emas. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot olasizlar. Bu ish voyennilarga uy qurilyapti. Shu yerda ish bor. Pazagrebon uradigan, penoblok uradigan 30 ta usta kerak deb murojaat bo'ldi. Pazagrebonning narxini aytadigan bo'lsak, kvadrati 600 rubldan dedi. Penoblokning kubi 4000 rubldan. Endi условиясini aytib o'taman. Yotoq joy общежитие бесплатный, olib keladi, u ham бесплатный hammasi. Moskovskiy patent bo'lishi shart. Под Moskva patenti ham o'tadi ekan. Undan tashqari biz dokumentlar bo'lsa, dokument taxlab бесплатный qo'lingizga taxlab beradi hamma dokumentingizni. Faqat sizdan ishni talab qiladi. Har hafta расчет. Qancha ob'yom qilsangiz, ob'yomga hisoblab расчет qilib boraveradi. Puliga 100% garantiya do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomer yozib qoldiramiz. WhatsApp nomer bor. O'sha ekranda turgan nomerda WhatsApp nomer bo'ladi. WhatsAppdan telefon qilib tusha olmasangizlar, yozib ko'rasizlar do'stlar, javob beradi albatta. Mana sizlarga ish, ishonchli ish, davlat ishi bu do'stlar. Hech qanday o'rtada firma yoki bir posrednik degan narsa yo'q. Xullas, ishni borib ko'ringlar, yoqsa ishlaysizlar, yoqmasa yo'q. Sizni hech kim majbur qilmaydi. Dokument yo'qlar ham borib ishlasa bo'ladi. Qo'ldan shu penoblok uradiganlar bo'lsa, ustalar bo'lsa, dokument yo'q bo'lsa, бесплатный tayyorlab beradilar o'zlari. Bir so'm ushab qolmaydilar do'stlar. Faqat ishni talab qiladi sizdan. Mana sizlarga ajoyib ish. Qolgan ma'lumotni shu telefon orqali bilib olasizlar do'stlar. Kanalda yangi bo'lsangiz, yana aytaman, like bosib, podelиться qilinglar. Ko'pchilik aka-ukalarimiz ish izlab yuribdi. E'tiborlar uchun katta rahmat. Xayr, sog'lom bo'ling.